150 milyon, 220 milyon, 330 milyon so'mlik zakaz nomerlar hozir 7 milyon so'm. Mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Birajarlar, ko'pchilik savoliga bitta qilib javob beraman. Aka-ukalar, yaxshilab eshitinglar. Zakaz nomerlar chiqib turibdi. Hozir Sefrod ilovasida ko'rib turgan bo'lsangizlar, 3 ta V, 3 ta S, 3 ta K, 3 ta P, o'shanga o'xshaydigan zakaz nomerlar, 3 ta bukvasi bir xillik nomerlar ko'rib turibsizlar. Mana Sefrod ilovasida chiqib turibdi. Deylik, firma bo'ladigan bo'lsin, jismoniy shaxs bo'ladigan bo'lsin, chiqib turibdi. O'shani ko'rib turibsizlar-ku. Ko'pchilik menga savol beradi. Faqat menga emas, menimcha hamma hafta raqamchiga beriladigan savol bo'lsa kerak. Aka, 3 ta bukvasi bir xilligi mana chiqyapti-yu, shuni olib beringlar menga. Men ham deylik, misol uchun 888 3 ta S qilib oldirmoqchiman. O'shani savdoga qo'ydirib bering deb aytadigan savollar ko'p bo'ladi. Aka-ukalar, to'g'ri tushuninglar. Bu 3 ta bukvasi chiqib turganligini bitta sababini aytaman. Endi men ham 100% o'sha narsani bilmayman, lekin 80-90% lik sabablarni aytaman. Odamlar oldin zakaz nomer berganlar, bilasizlar. 4-chi, 5-chi, 6-chi toifa raqamlar bez auksion to'g'ridan-to'g'ri odam nomiga chiqqan, 150 ta minimalga to'lanib chiqqan. Ular savdoga chiqmay, auksionga chiqmaydigan nomerlar bo'lgan. 1-chi, 2-chi, 3-chi toifalar hozir ko'rib turibmiz, Sefrodda turibdi. Ular auksionga chiqqan o'sha payti. Auksion payti auksionga chiqqan, deylik, eng arzoni 110 million so'm, eng qimmati 335 million so'mdan savdoga chiqqan. Endi eshitinglar, avtomobillar Sefrod ilovasiga o'tganidan keyin auksion to'xtatildi. Auksion butkul to'xtatildi. Bu degani 3 ta M bo'lsin, 3 ta S bo'lsin yoki 3 ta V bo'lsin, kimdir o'sha payti zakaz bergan, auksion payti, aka, mana shu nomerga ariza tushgan, zakaz berilgan, yasatib turib auksionga qo'yilishi kerak bo'lgan. Auksion to'xtatildi. Auksion butkul to'xtatilgandan keyin auksionga qo'yilish iloji yo'q, imkoniyati yo'q. Nima qiladi? O'sha zakaz berilgan raqamlari hammasini Sefrodga qo'yib yubordi. U zakaz, kimdir zakaz bergan uni, o'shani iloji yo'q, Sefrodga chiqqan. O'sha Sefrodga chiqqandan keyin o'sha 7 million 4 ming so'm puldan chiqdi. Uni boshqa nikak iloji yo'q, chunki u yerda summa 7 million 4 ming so'm belgilangan. Zakaz nomerlari iloji yo'q, qo'yish kerak. Bu zakaz nomerlar pechatlangan, olib borib turibdi, gaida turibdi. Uni hammasi Sefrodga qo'yildi. Sefrodga qo'yilgandan keyin qaysidir baxtli insonga tushadi shu. 1000 ta 2000 ta odam uringani bilan u yerda 1000 ta menga chiqmadi, unga chiqmadi, Azamatga chiqmadi. Unaqa bo'lmaydi. Bitta odamga chiqadi. Tasavvur qiling, 2000 ta odamdan bitta odamga chiqadi. O'sha bitta odam omadli odam bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun aka-ukalar, zakaz nomerlar hozircha yo'q. 2026-yildan keyin, qaror bo'yicha 2026-yildan keyin ism yozdirasizmi yoki bukva terdirasizmi, 2026-yildan keyin bo'ladi. Hozircha o'sha 1-chi, 2-chi, 3-chi toifalar ham saralanganlar hammasi Sefrod ilovasiga tiqilgan. O'shalardan olsangizlar bo'ladi. 3 ta 7, misol uchun 007 lar olish muammo bo'lib turibdi sizlar. Haqiqatan muammo. Bizlar ham, shaxsan men o'zim ham klientimga urish uchun ertalabdan kechgacha o'tiraman. Yo chiqadi yo chiqmaydi. Ancha diqqat bo'lib qolaman men o'zim ham. Lekin iloji yo'q. Deylik, raqamdan ketmay-ketligi vaqti bilan kelib turibdi. 3 ta 7, misol uchun 15-30 da o'ynaladigan bo'lsa, 15-30 da o'sha 3 ta 7 ga salkam 1000 ta odam urinadi. 1000 ta odam uringandan keyin bittasiga chiqadi-da, keyin sizda yo ashibga beradi yoki ariza berilgan chiqadi yoki yana ham nimadir qizil yozuv chiqadi. Aniqda u narsa. Shuning uchun o'shani ham to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Raqamlar ko'payishni boshlayapti, ko'ryapmiz-ku. Keyingi haftalar ham yana ko'proq xudo xolasa chiqadi degan umiddamiz. Aka-ukalar, zakaz nomerlari haqida sizlarga bir tushunarli ma'lumot berdim deb o'ylayman. Agar ma'lumotlarimiz sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, bitta yurakdan qizartirib qo'yasizlar. Tanishlarimizga mana shu ma'lumotni jo'natib qo'yamiz. Kommentariyada o'zingiz fikringizni qoldiring.